Mashinada o'tiribmiz mana shu qishloqqa. Nima keyin kelmaydi aka, sen uncha-munchaga singlar. Shu yo'lidan yomon charchadim. So'kinadigan joy edi, men so'kinmaymiz. Sencha nima keyin kelmaydi Sardor? Shu yo'l azobi, go'r azobida. Sizlarga hozir ko'rsataman. Men ham o'shaning uchun ataylar emas, keyin kelmaydi, keyin keladi. Lekin keyin kelmaydi. Mana Toshkentga chiqaman deb U7ni balonni yirtib Toshkentga tashib keldim, avatarda chiqib keldim. Srochniy bo'lgani uchun mana yirtilib ketgan. Ko'rdinglarmi? Barmog'im siqadi. Yirtilib ketganini qaranglar. Malol barmoq kirib ketadi. Baloni ham bitta baloni $500 turadi bu mashinani. Anoniki ham yirtilib ketgan. O'zi $1000 ketdi ikkita balonga. Bir kelib ketishim taxminan emas, har doim $1000 dan oshiqqa tushadi. Undan ko'ra mazza qilib Istanbulga bir joyga borib dam olib kelsam bo'lmaymi shu pulga deymanda. Plus bor-ku, ana Tetris o'ynaysiz-ku, Tetrisda qanaqa chap berasiz. O'shanday qilsangiz ham baribir tushasiz-da. Turburcha chuqur qilib turburcha qilib ko'lab ketgan. Uni nimaga yamamagan? Hayron qolaman bor-ku. Endi hozir buni o'shani to'lab beraymish, nimadir qilsa, uni yugur-sugur qilish kerak. Vaqt unga sarflagan vaqtimda ishimga sarflasam, naborat undan ko'proq pul topishim mumkin. Chunki u narsalarga to'qatim yo'q, uni yo'lchiz dalsh borishga. Sizlar ham charchagansizlar, bilaman. Kiygilaring kelmaydi. Qalban birgamiz sizlar bilan. Mayli. Hikmati bordir har bir narsani. Hikmat haqida, hikmatni sizlarga bir aytib beraman. Mana shu hikmat haqida zo'r bitta nimamiz borda bizani.